Yani bir haberde kaldırıp koydum. Fransiya agentliğine gitken vatandaşıma doğru toxtalaydı. Mavzumunda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministerligi uchoq bayonot e'lon qilib, Jungo rahbarlariga bevosita ogohlantirish berdi. Mavzuli xabar 3-oyning 15-kuni Buyuk Erot orbitida e'lon qilindi. Xabar yoki maqola mundaq boshlandi. Bu xabarni yoki maqolani yozuvchi, bu maqolaning avtori Shinjo'ning obzori. Mavzusi aslida 3-oyning 15-kuni Buyuk Erot orbitida e'lon qilindi. Bugün sel kechikib qoldi, tuniga so'zlaydiganlik edi vatandaş bu kechiring. 3-oyning 15-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministerligi davlat mudofaa amaldorlari Hindi Tinch okean vaziyatini tasvirladi. Mavzuliq bayonot e'lon qildi. Bu bayonotning mavzusi ancha ko'zga chaliqmaydi. Lekin mazmuni kishini silkinishga olib keladi. Bu bir parcha bayonot Jungo Kompartiyasiga bevosita qaratilib qolmay, eng oxirida Jungo Kompartiyasining rahbarlariga bevosita ogohlantirish berganlik bo'lib hisoblandi. Bayonotda eng oxirida mundaq ko'rsatildi. Jungo Kompartiya armiyasi özünü Amerika armiyası bilan seliştirolmaydi. Yoki seliştirgan asası yok. Jungo rahbarlari nihoyatda chiroyli planlarni tuzalishi va hujjatlarni yezib chiqa olishi mumkin. Tuyuqsiz yoki kutmaganda bir qarshilik o'tirg'i chiqadigan bo'lsa, ularga ovorchilik yetib keladi. Bir davlatning armiyasi Davlat Mudofaa Ministerligining bundaq bayonot e'lon qilishi, raqibiga bevosita ogohlantirish berishi, orqadan urush e'lon qilishga barobardir. Bu Shinjo apandining bu jumlasini men tuniga sizlarga so'zlagan jonimning nazaridagi darhol urush portlaydi degan bir jumla bilan birlashtirib qarang vatandosh. Men bu abzasini takrorlab beray. Bir davlatning armiyasi Davlat Mudofaa Ministerligining bundaq bayonot e'lon qilishi, raqibiga bevosita ogohlantirish berishi, orqadan urush e'lon qilishga barobardir. Amerika Davlat Mudofaa Ministri Austin vazifaga o'tirgandan keyin tezlik bilan endi Tinch okean vaziyatiga baho berishga boshladi. Tekshirishning natijasi shundoq ro'shan bo'ldiki, Amerika armiyasi yangi bir maydon Osiyo Tinch okean urushiga tayyorlik qilishga boshladi. Jungo Kompartiyasi Tinch okeanda Amerika bilan urush qilishni o'ylab yuratdi va Amerikani biroqla tarmar qilmoqchi edi. Jungo Kompartiyasi rahbarlari Tinch okeanining zo'magariga xo'jayiniga aylanishni xiyol qiladi. Ko'p yillardan beri Jungo Kompartiyasining tashqi faoliyatlari mushu nishonni bo'ylab olib berildi. Jungo armiyasi taqozolik bilan dengiz armiyasi qurishga kirishib, songa e'tibor berib, sifatni qo'g'lashmay, Amerika harbiy parxodlarini Hindi Tinch okeandagi harbiy bazalarni raketaning nishoniga oldi. Amerika armiyasini Tinch okeandagi harbiy bazalarni Jungo raketaning nishoniga oldi dedi. Yadroliq o'q beshi bilan Amerikaga hujum qilmoqchi bo'ldi. Bayonotda mundaq ko'rsatildi. Amerika harbiy taraf endi Tinch okean rayonining muhimligini tunib yetdi. Amerika harbiy taraf endi Tinch okean rayonining muhimligini tunib yetdi. Amerikaning endi Tinch okean qo'mondonlik shtabi 50% rayonni o'z ichiga oldi, mushu doirada.
Burayında dünya nüfusunun 60% ahalisi yaşaydı. Asya en çok Hindi en çok rayonunda dünya nüfusunun 60% ahalisi yaşaydı. Burayında nurgun askeri kısımlar var. Nurgun deniz armiyası var. Amerika'nın aytqanda Jungo davamlı xires kılıvatıdı. Amerika armiyası çoğum cevap qaytırışı gerek. Demek Amerika armiyası Jungo'nun xrisleriga mesela her bir işler sahasında xrisleriga bir yerde gepning mazmuni şu. Şuna Amerika armiyası çoğum cevap qaytırışı gerek. Köpçükket. Bayaratı mındaq ta'kidildi. Jungo armiyası Amerika armiyası bilen özünü seliştir almaydı. Jungo Kompartiya rəhbərləri faqat şuar tavlaydı. Qol astidagilar hujjat yazalaydı. O haqiqiy urush portlaydigan bo'lsa, Jungo rəhbərləri avarchilikqa yo'liqdi. Bu söz nəhayət chunqur ma'noga ega. Yani Amerika Jungo oturusida urush, to'qinish portlagan aman Amerika armiyasının zarba berishi o'xshashli Jungo Kompartiya rahbarlariga qaratiladi. Yani kallasini elish harakati qo'llanishi mumkin. Bu yani o'tirg'i texmi chunqur ma'no olib keladi. Bu yana o'tirg'i texmi chunqur ma'no olib keldi. Yani Amerika armiyasi zarba berishni boshlagan aman Jungo Kompartiya siyasi hakimiyeti bitchit qilishni oxirgi nishon qiladi. Yani deydi, Amerika armiyasi zarba berishni boshlagan aman Jungo Kompartiya siyasi hakimiyetini bitchit qilishni oxirgi nishon qiladi. Bu Amerika armiyasining bir qancha qatimliq tarixiy harakatlarida to'liq isbotlandi. Eng oxirida bu Qizil Ajdahor ordusini bitchit qilgandilar, ondan tahdidni haqiqiy tugatgili bo'ladi. Yani Jungo tahdidini. Masalan, Yaponiyada tilga oldi, Amerika diplomatlari Jungo tahdidi degan nashkar tilga oldi. Ondan shu Jungo tahdidini haqiqiy tugatadi. Devlet Müdafiə Ministri Austin Yaponiya, Koreya, Hindistonni ziyorat qiladigan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Müdafiə Ministerligining bundaq bayonot e'lon qilishi oddiy ish emas. Amerika armiyasi yangi bir maydon Tinch okean urushidan saqlang'ili bo'lmaydiganligini nihoyatda ro'shan holda sezib yetdi yoki to'nib yetdi. Va astoydil tayyorlik qilishga boshladi. Yani urushga astoydil tayyorlik qilishga boshladi. Kelar qadamda Amerika armiyasi Jungo Kompartiya siyosiy hokimiyatiga qizil chiziq sizib beremdi yok. Bu hem de şonunğa qarashliqli kelib qoldi. Sel uzunroq qolib ketdi, kechiringlar vatandoshlar, o'zi o'tay desam, mazmun uzilib ketdi. Men o Danhua Chuli degani qilmayman da vatandoshlar.